Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Surxondaryo telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Bugungi ko'rsatuvimizda Surxondaryo viloyatining flora va fauna olami hamda uni asrab-avaylash va kelgusi avlodlarga yetkazish borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida suhbatlashamiz. Bugungi ko'rsatuvimizda mavzu doirasida suhbatlashish uchun Surxon davlat qo'riqxonasi direktori Turdiyev Rustam Yalg'ashevichni, Termiz davlat muzey qo'riqxonasi tabiat ilmiy bo'limi boshlig'i Hikmatulla aka Qarshiyevni taklif etganmiz. Xush kelibsizlar. Birinchi savolim shundan iboratki, butun jamoatchilikni bir qiziqtirgan bir yangilik sodir bo'ldi Surxon davlat qo'riqxonasida. Ya'ni qo'riqxona tashkil etilganidan buyon ilk marotaba qo'riqxonada jayronlar yurganligi aniqlandi. Shu o'rinda haqli savol tug'iladi. Jayronlar qanday migratsiya jarayonlarida paydo bo'lib qoldi? Bu jayronlarni aynan ilk Surxon davlat qo'riqxonasida uchrashi bu Surxondaryo viloyati uchun ilk bor kuzatilyapti. Bu hayvonimizning yo'qolib ketish xavfida turgan O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga, xalqaro qizil ro'yxatiga kiritilgan hayvon turi hisoblanadi. Bugungi kunda mana shu aynan Surxon davlat qo'riqxonasida Vandom bo'limi, Darayg'ul massifi, Jiydali soy hududlarida uchrashiga bunga asosiy sabablardan biri mana shu qo'shni Turkmaniston bilan O'zbekistonni chegarasi hudud atrofida o'zini migratsiyasini o'zgartirib yashab kelgan. Bugungi kunda mana shu qo'riqxonalarga e'tiborni, ya'ni shu hududlarda qo'riqlanish evaziga, ya'ni yillar davomida saqlanish evaziga u yerdagi o'simlik dunyosini, ularga oziqabop o'simlik turlari borligi uchun, ya'ni u yerga xavfsiz bo'lgani uchun mana shu hozir bizda fotoqopqon tasvirlariga, ya'ni shu qo'riqlash xodimlarining telefoni, mobil telefonlarini apparatlariga tushirishga muvaffaq bo'lishdi. Bu o'z-o'zidan ko'rinib turadiki, bizda shu qo'riqxonada 10 bosh, bugungi kunda 10 bosh shu jayronlarda uchraganini kuzatishimiz mumkin. Bizda masalan jayronlar haqida ma'lumotlar bor edi. Ular Turkmanistondan Sheroboddagi haqiqatan Ko'ktoq tog' tizmasining tugatgan joylari bo'lgan. Masalan qo'riqxona hududiga kirmagan Oqtosh tog'i bor, shunda kichkinagina. O'shaning ustidagacha kelib, migratsiyaning o'zining yo'nalishida kelib, hattoki odamlardan shunday eshitganmanki, bedalarimiz deb ketyapti kechasi deganlarni eshitganmiz. Bu endi 2020-yillardagi gap. Juda ham xursand bo'lib ketdim men. Endi ularda haqiqatan qo'y bo'lsa ekanki, echki bo'lsa ekanki, buni haydab bu tomonga yur, bu tomonga yur, qaytarib boshqa qilib boqsa, yo'q, ular tabiiy yovvoyi hayvonlar. Endi qandaydir migratsiya yo'nalishini o'zgartirgan, buni juda ham qiziq narsa. Qo'riqxonaning ichiga haqiqatda bular kirishga muvaffaq bo'lgan. Bu kishining aytgan gapida haqiqatda qo'riqlangan hudud, o't o'lan u yerda juda ko'p. Ayniqsa ular suyib iste'mol qiladigan o't o'lanlar ko'p. Juda ham men xursandman. Chunki bu hayvon Surxondaryoda batamom qirilib ketgan edi, batamom. Aytaylikki, tarixga qaraydigan bo'lsak, Bobotog'da ham yo'q, hozir bir dona ham yo'q masalan. Bu Sherobodda ham bir dona ham yo'q edi. Bu haqiqatda qo'riqxona xodimlarining butun hammamizda yutug'imiz, muvaffaqiyatimiz desak to'g'riroq bo'ladi. Endi bu jarayonlarda bir qiziqarli jihati ham bor. Yana migratsiya qilib qo'riqxonadan ketib qolishi ham mumkin-ku. Va men ko'rsatuvga tayyorlanish asnosida jayronlar haqida ma'lumotlarga ega bo'lishga harakat qildim. Jayronlar o'sha Ko'ktang tog' tizmasining, ya'ni qo'riqxona joylashgan hududdagi relyefga ularning yashash manzillari unchalik to'g'ri kelmaydi. Chunki adirlik joylarida asosan jayronlar kun kechiradi degan ma'lumotlarni o'qidimda. Tabiiy ravishda yo'qolib ketish xavfi ham bor-da endi. Hayvonlar doim o'z migratsiyasini o'zgartirib turadi. Bizga mana shu doimiy mana qo'shni Turkmaniston bilan biz chegaradosh hudud bo'lganligimiz uchun bitta tog' Ko'ktang tog'i ajratib turadi. Bir tomoni qo'shni Turkmanistondagi qo'riqxona milliy tabiat bog'lari, bir tomonda O'zbekistondagi Surxon davlat qo'riqxonasi. Endi oladigan bo'lsak, bu hayvonlar qachon o'zini shu yashab turgan yoki istiqomat qilayotgan joyidan boshqa joyga o'zini migratsiyasini o'zgartirish, bunga boyagi aytganday yirtqichlarda ta'siri bo'lishi mumkin yoki brakonyerlar ta'siri ortida o'zini tinch joyga, ya'ni tinch hududga o'tib ketish xavfi juda katta bo'ladi. Shuning uchun mana qo'riqxonaga hozir mana shu muhtaram prezidentimizning qaror farmonlarida qo'riqxonalarni kengaytirish bo'yicha ham
juda katta ishlar olib borilyapti. Qiziriq davlat o'rmon xo'jaligidan 249 gektar bizga tutash bo'lgan hudud qo'shib berildi. Biz taklif berganmiz, mana shu aynan shu Vandobdagi Darayg'ul massividagi unga tutash bo'lgan joylarni biz kengroq qilib qo'riqxona maydoniga qo'shib olish. Ana shundagina biz yillar davomida qo'riqxona maydonini kengaytirib, mana shu o'zimizga yaqin bo'lgan hududlarni qo'shib oladigan bo'lsak, ertaga shu hayvonlarning migratsiyasi mana shu yerda saqlanib qoladi. Boshqa joyga ko'chish xavfi kamayadi. Odamlar ham ko'p aytishadi. Bobotog' davlat o'rmon xo'jaligida mana hozir Surxon davlat qo'riqxonasida ko'payayotgan morxo'rlar borligi haqida ham ma'lumotlar bor. Nimaga hozir Bobotog' davlat o'rmon xo'jaligida bu hayvonlar yo'qolib ketdi? Endi juda og'riqli savol. Birinchi masala bu yerda qo'riqxonalar bilan o'rmon xo'jaliklarining o'zlarining funksiyalarida bajaradigan ishida farqli jihatlari bor. O'rmon xo'jaligida turli ishlarni amalga oshirish mumkin. Masalan, daraxt ekish bormi, uni kesish bormi, o'zgartirish bormi, o'tin qilish bormi, urug' terish, meva terish va hokazo ishlarni tashkillashtirish mumkin. Qo'riqxonalarda bunga ruxsat yo'q. Bunda muhofaza etilgan tabiiy hududlar to'g'risida qonun bilan cheklanadi buning barchasida. Shu yerda bajaradigan ishiga qarab bu yerda vazifalar taqsimotida biz alohidalikni yoki ayrichalikni ko'rishimiz mumkin. Bu birinchisi. Ikkinchisi, men aynan mana shu jayronlar ustida ancha izlanish olib borganman. Bir qator ilmiy maqolalar chop etganmiz, qancha odamlar bilan suhbatlashganmiz, o'rganganmiz. Masalan, o'tgan asrda Bobotog' hududida adirliklarida mana shu jayron yoki qoraquyruq hayvoni behisob bo'lgan. Buni hech kim sanagan emas uni. Shunchalik ko'p bo'lganki, buni endi qo'yaverasiz. Mana shunda bu hayvon qarang, o'tgan asrda oxirlarga kelib batamom qilib tashlangan. Bobotog' milliy tabiat bog'ida ham to'g'ri, mana shu hozirgi kungacha mana Buxoro toqqo'ylarini, turli xil hayvonlarni mana o'zlarini fotoqopqonga tushirib, kuzatishlarni olib boryapti. Haqiqatan ham shu Bobotog' milliy tabiat bog'ida ham mana shu jayronlarni qo'riqlanish yaxshi bo'lgan hududlarda olib borib ko'paytirsa bo'ladi bemalol. Chunki u yerda doimiy qo'riqlash inspektorlari bo'ladi, doimiy nazoratda bo'lgani uchun shu milliy tabiat bog'larida ham jayronlarni ko'paytirish mumkin. Bu ko'paytirish evaziga biz Surxondaryo viloyatidagi hayvonot olamini, ya'ni yo'qolib ketish xavfida turgan hayvonlarni sonini ko'paytirishga harakat qilgan bo'lamiz. Hikmatullo aka, bitta narsa meni doim qiziqtiradi. Siz Surxondaryo viloyati faunasi, umuman hayvonot dunyosi haqida ko'p ilmiy izlanishlar olib borgansiz. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida ko'rdim. 2 yil oldin hatto Sho'rchi tumanida sirtlon ovlanganligi. Bu hayvonlarni haligacha bormi o'zi va buni asrab avaylash? Yo'lbarslar menimcha butunlay yo'qolib ketgan. O'zi o'sha gaplar qanchalik haqiqatga to'g'ri keladi? Bizning mintaqamizda hayvonot dunyosi vakillari kam uchraydigan mintaqa. Buning sababi suvning kamligi, temperaturaning balandligi, hududning, mintaqaning issiqligi bilan hayvonot dunyosi uchun yashash uchun joylarning kamligi, odamlarning ko'p yashashligi, boshqa buni omillari bor. Shuning uchun endi qarang, xohlaymizmi yo'qmi, antropogen ta'sirotlar bugungi kunda eng o'zini cho'qqisiga chiqdi deyishimiz mumkin. Biz haqiqatan boy bergan hayvonimiz siz o'sha gapirgan mashhur Turon yo'lbarsi. Turon yo'lbarsi turi batamom qirilib ketdi, bir dona ham yo'q. Lekin Amerika mutaxassislari yo'qolib ketgan hayvonlarning genofond bazasini qo'ldan terib yasayapti buni. Qo'ldan terib deganda qanday? Bitta belgini bu hayvondan chatishtirish orqali olyapti, bitta belgini bunisidan oxirida endi ko'p yillar, 20 yil, 30 yildir bitta hayvon turini tiklashga urinyapti. Shunga natija men shaxsan bilaman, tarpan ozoqlarni amerikalik genetiklar yaratganligida, qayta tiklaganligida. Mana shunday. Bundan umid yo'q. Yo'qolib ketdi. Turon yo'lbarsi yo'q endi. Ikkinchisi yo'lli sirtlon, Palasataya giyen. Bu bizda kamgina bor, Bobotog' hududida. Tojikistonda anchagina populyatsiyasi ancha yaxshi tomonda turibdi. Salgina farqi bor bizniki, juda ham chiroyli, sal yirikroq Afrikanikidan sirtlonlarga qaraganda, lekin bu ham juda katta xavf ostida turibdi. Batamom yo'qolib ketish xavfi ostida turibdi. Tojikiston lekin bunda anchagina yaxshi ishlarni yo'lga qo'yib olgan. Xatak bo'limi Xo'jaksar massivida qo'riqxonaga tutash bo'lgan Qiziriq davlat o'rmon xo'jaligidan 249 gektar o'tkazib berildi. Bu bizga asosiy bu yerda o'simlik dunyomiz birinchi navbatda hayvonlarimizning migratsiyasi. Mana shu hududda migratsiyasi bo'lganligi uchun biz shu joyda taklif berib, shu joyda oldik. Endi bizga qo'riqxonani hududini
qanchalik ko'proq kengaytirsak, hayvonlarimizni migratsiyasi, ya'ni harakati, o'simlik dunyosini bemalol o'sishi yoki ularni shu yerda bemalol ko'payishiga biz sharoit yaratib bergan O'sha bo'lamiz. hududdan qandaydir ma'noda qo'riqxona uchun xavflar bormidi? Antropogen ta'sir, balki brakonerlik holatlari kuzatilganmidi oldin? Endi qo'riqxonada bitta narsada bu ochiq qo'riqxona hisoblanadi, yopiq qo'riqxona emas. Bu mana 24.049 gektar bo'ldi umumiy maydon hozir. O'ralmagan. Bu 5 ta mahalla, 7 ta qishloq tutash. Bu brakonerlik holati ham uchradi. Biz buni oldini olib, mana har yili mana iloji boricha mana shu brakonerlarga targ'ibot ishlarini olib borish evaziga ham baribir har yili bitta ikkita brakonerlik holati uchrab turibdi. Ularga qo'riqlash xodimlari, inspektorlarimiz tomonidan ularga ushlanib, qonunda belgilangan tartibda ularga o'zining jazosini o'tayapti. Endi bitta narsani aytish kerakki, bu qo'riqxonada ishlayotgan qo'riqlash xodimlari, ya'ni ilmiy xodimlarni bu yerdagi ish faoliyati chekkadan qaraydigan bo'lsa, bularning ishi oson deb tuyuladi hammaga, qo'riqxonaga. Lekin bularning qo'riqlash xizmati juda qiyin hisoblanadi. Chunki u yerda har bir kerak bo'lsa fuqaroga tushuntirishni olib borib, u joyda saqlash uchun juda katta harakat qilyapmiz. Surxondaryo viloyati ekopolitsiyasi ham bizga katta yordam beryapti. Ekologiya milliy qo'mitasi tasarrufidagi. Shuning uchun biz bu qo'riqxonani yer maydonini kengaytirish uchun ham ko'proq takliflarni berib kelmoqdamiz. Surxon davlat qo'riqxonasi o'sha hozir asosiy yer maydoni Ko'xtang tog' tizmasi avvalambor mana bu chegara hudud Termiz tumanidagi Payg'ambar oroliga qo'shib olinganligi o'sha payt. Endi tashkil etilganida Payg'ambar orol ham qo'riqxona bo'lib, alohida muhofaza etiladigan tabiiy hududlar bo'lganligi va bu yerda juda ham noyob turdagi hayvonlar borligi haqida ma'lumotlarni o'qidim. Bugun Payg'ambar orolida qanday noyob turdagi hayvonlar mavjud va uni saqlab qolish borasida qanday ishlar qilinyapti? Payg'ambar oroli Surxon davlat qo'riqxonasi tasarrufida bo'lgan 2000-yilgacha umumiy maydoni 3093 gektar tashkil qiladi. Mana umumiy maydon shu Termiz shahar hududidan katta hudud hisoblanadi. Mana shu bu yerdagi hayvonlar eng noyob hayvonlardan, masalan, Buxoro xonguli, Buxoro bug'usini oladigan bo'lsak, oxirgi sanoq davrida 800 boshni tashkil qilgan. Ilmiy xodimlar bilan kirib, haqiqatan ham hayvonot olamini sanoqda ishtirok etganmiz, lekin bitta narsani aytish kerak, bu Payg'ambar orolda ham mana shu Surxon davlat qo'riqxonasini tasarrufiga qo'shib beradigan bo'lsa, biz yana hayvonot olamini ko'proq nima deydi, saqlab qolgan, ya'ni yangi tur hayvonlarni, yangi tur o'simlik turlarini biz aniqlagan bo'lamiz. Hikmatullo aka, ilmiy tomondan o'sha Buxoro bug'usi, ya'ni xongulni populyatsiyasi, migratsiyasi qanday kechadi bu hayvon? Endi xonguli bu agar biz boshqa hayvonlarni misolda gapiradigan bo'lsak, O'zbekiston faunasini brendi deyishimiz mumkin. Endi qarangki, tabiiy holatda Payg'ambar oroldan boshqa hech joyda yashamaydi bizda. Qarang, Buxoro bug'usi mana shu 3000 dan oshiqroq gektar joy bo'lsa, o'sha joyda yashashga moslashgan hayvon. Meni quvontirayotgani bu kishi nima deyapti? 800 bosh, salkam 1000 bosh. Xuddi shunday. Bu qarang, juda ham bir ijobiy tendensiya bu. Juda katta ko'rsatkich. Juda katta ko'rsatkich. Buni zudlik bilan buni muhofazaga olish kerak, yana ko'paytirish, hech bo'lmasa saqlab qolish choralarini ko'rish kerak. Albatta, ekologiyani saqlab qolish va rivojlantirish sohaga bo'lgan e'tibor ham oldingi yillarga qaraganda hozir anchagina kuchaygan va bu ishlar jadallashyapti. Albatta, bu sohada ham istiqbolli natijalar, ijobiy ishlar qilinyapti. Yuqorida aytganingizdek, masalan, men fotoqopqonlarda yuqori To'palang milliy tabiat bog'ida ilvirs, ya'ni qor qoplonini tushganligini ko'rdim. Bu ham bir katta ko'rsatkichda qo'riqxona, umuman Surxondaryo viloyati faunasi uchun noyob turdagi hayvon. Rustam aka, bitta narsani ta'kidlashimiz kerak. Umuman hozir biz ekologik madaniyat haqida juda ko'p gapiramizda. Joylarda ekologik madaniyat deb bong uramiz. Umuman o'zi aholimizda ekologik madaniyat oldingi yillarga nisbatan bugun qanchalik o'zgargan? Mana oldingi yillarga nisbatan ancha shu aholimizda ekologik madaniyat yaxshi rivojlangan. Chunki biz hozir aholiga shuncha tushuntirishlarimiz bilan aholida hozir o'zlarida qiziqish, ya'ni jamoatchi degan, jamoatchi inspektor. Ya'ni har bir inson, har bir fuqaro kerak bo'lsa, jamoatchi bo'lib bizga to'liq mana ekologiya sohasi yoki boshqa sohalarda ham o'z faoliyatini yurityapti. Chunki bizda mana shu qo'riqxonaning qo'riqlanishida ham jamoatchilarning o'rni katta. Biz fuqarolar bilan ekologik madaniyat haqida ko'proq gaplashib, ekologik targ'ibotlarni o'tkazib, mana shuncha yildan beri mana shularga tushuntirishlarni olib beramiz, mana 5-6 yildan beri, lekin ancha o'zgargan.
Lekin bitta narsani bilishimiz kerak, qo'riqxonani qo'riqlanma zonalarida kon qazish ishlari yoki bo'lmasa bir qanaqadir shu yerdan qo'riqlanma zonadan bir narsalarni olishga harakat qilyapti. Misol bu narsalarni kamroq qilish kerak. Chunki ertaga qo'riqlanma zona asosiy maydon emas, qo'riqlanma zonalarda ham qanaqadir qazishma ishlarini olib boradigan bo'lsa, erta hayvonot dunyosiga ta'siri juda katta bo'ladi. Shuning uchun 16.669 gektar qo'riqlanma zonamiz bor. Resurslarga boy hisoblanadi. Tabiiy resurslarga. Shuning uchun bulardan ham yoki oqilona foydalanish yo'llarini izlab topish kerak. Umuman to'xtatish kerak bu narsani. Shundagina biz qo'riqxonadagi hayvonot dunyosini, o'simlik olamini saqlab qolgan bo'lamiz. Hozirgi shu kunlarda anomal issiq havo haroratini yuqori darajada kuzatilyapti, ya'ni issiq kunlarda. Men Rustam akaga yuzlamoqchiman. Surxon davlat qo'riqxonasi aynan mana shu kunlarda juda ham bir ogohlik talab qilinadigan hududlardan biri hisoblanadi. Umuman mana shu yong'indan himoya qilish borasida ham qanday ishlar qilinyapti? Hozir barcha inspektorlar, xodimlar hammasi mana shu hududda tunu kun navbatchilik tashkil qilingan. Biz o'zimizga boyagi yelimi idishlarga suv zaxiralarini yig'ish, ya'ni buloqlardan suvni ko'lmakchalar hosil qilib, keyin pajarni palasalari tortish, yong'in bo'lish ehtimoli katta bo'lgan hududlarda pajarni palasalar tortilib, yerda haydalgan holatlarini to'liq bartaraf qilish ishlarini olib boryapmiz. Yana Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari bilan, viloyatimizda favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari bilan doimiy shu mahallalarda, shunga tutash bo'lgan hududlarda to'liq yong'in xavfsizligi bo'yicha tadbirlarni o'tkazyapmiz. Bu tadbirlardan o'tkazishdan maqsad mana shu yerdan ochiq olovdan foydalanmaslik fuqarolarda. Keyin mana tutash hudud bo'lganligi uchun bizda dam oluvchilar ko'p. Mana iloji boricha dam olishga harakat qiladi. Mana bizga hozir tabiat qo'ynida, Tangidara massivida ko'pgina boyagi nima deydi, oromgohlar tashkil qilingan. Bularga borib har bitta boyagi turizm maskanlariga borib, targ'ibotlarni o'tkazib, ochiq olovdan foydalanmaslik, to'g'ri mana shu yerga amal qilgan holati qo'riqxona hududida har bitta qo'riqxonani mana shu tutash bo'lgan hududlarga biz anshlanglar, ya'ni qo'riqxona belgilarini yong'inga qarshi hamma boyagi vositalarni ko'rsatib, ya'ni yozib belgilar haqida to'liq qo'riqxona hududida yong'indan saqlanishi bo'yicha ko'rsatmalarni berib kelmoqdamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, siz Ekologiya va biz ko'rsatuvini Surxondaryo telekanali orqali kuzatib bordingiz. Yana dasturlarimiz orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.